Yangi chiqqan dana roll va mini chicken burgerdan berib yuboring. Zo'r ekan, ha? Men bu ikkinchi qilib bizani qimmatga tushirmadimi? Yo'q, dana roll 15 ming so'm, mini chicken burger 17 ming so'm ekan. Ishxonadagilar bilan kelib yeydigan joy ekan, ha? Qorincha ham to'ydi, ha? Meni Malika bozorga tashab qo'yinglar. Va nihoyat ukingdan qutulamiz. Yur, o'zim aylanay. Keldi, tushsang bo'ladi. Bo'pti, yaxshi borgan. Soatni ber qo'lingdagi. Soat topib kutaman dedi shu stri. Hamma aqllimani. Bolades, muzika qo'ying, eshitaylik. Muzika, telefonim. Voy. Telefonim? Telefon. Aka, mana shu telefon qanchaga olib qolasizlar? Va nihoyat ikkalamiz yolg'iz qoldik. Kino ko'rib, mazza qilib o'tiramiz, ha? Yana o'sha ukang-a? Yo'q, boshqa odamdir, eshikni ochib ko'raylik. Assalomu alaykum, men keldim. Zebo, faqat ukangga ayt, meni soatimga tegmasin, qimmatga olganman, bilasan, ha? Bo'ldi, hozir aytaman. Opa, pochcham soatini buzib qo'ydim. Soatni buzsang ham, televizorni buzsang ham, jimgina shovqin qilmay o'tir, qo'shnilar jalba qiladi. Umid aka, bo'pti, siqilmang, hozir o'zim bitta bahona topib ketkazib yuboraman. Ha, yo'q, srochniy borish kerakmi? Bo'ldi, hozir jo'natib yuboraman. Tur, oyim chaqiryaptilar, ket. Opa, sehrgarmisiz? Nima unaqa qilyapsan? Nimaga konditsioner pultida gaplashyapsiz? Oyimga aytib beraman. Aytma, xafa bo'ladilar. Agar menga yoqadigan ovqat olib bersangiz aytmasligim mumkin. Bor bitta shunaqasidan xos pochchani chaqiring. Xorazmdan Qashqadaryoga kelin bo'lsang. Assalomu alaykum, chaqqanmisiz? Ya, ular sizga man chakmayman, dadangiz chakarlar. Yo'q, chaqqanmisiz, salomatmisiz degani. Sal qo'lli, sirim ochilishi. Hamsayalar chiqib qolsa, kelin salom qil. Hamsoya nomi? Hamsa endi qo'shnida. Ko'ngilchi desangiz-a? Nima deyapsan? Bala umuman tushunma gapingga. Ashu giddi kuyganni aytsang, ertalabdan turay ichidim, sallarni oldinga boray ichidim, u bu joyga o'tiray ichidik. Shunda hamma gap ichidim qo'shsa Qashqadaryocha bo'ladi ekan. Kelin, o'g'limga bir kadi tayyorlaylik. Juda yaxshi ko'radi-da. Kadi? Menga ko'rsataman Azamat kadini. Balaysizmi Azamat sansiraysiz? Aytgancha nima dadangiz gapirmayapsiz? Bizda 2 yilcha atama gaplash mumkin emas. Tushunmadim baribir. O'g'lim kelsa tarjima qilib berar. Azamat og'a, apreldan savdo bor, shundan aytkeling. Balam, apreligan parashok zo'r ekan, o'shani olib kel. Bir-biringlar tushunmayapsizlar, lekin bir xil gap gapiryapsizlar-da. Yigit kelyapti-ku, parashyotni xotiniga beryapti-ku. Kirlar yuvyapti-ku, toza bo'lyapti-ku. Bu nima endi Azamat? Kelin, qachon yana tuxum barak yeymiz? Yumurta barak pishirib bersam bo'ladimi? Xorazmdan kelol zo'r ekanda. Tilishidan o'tgan kun tez gapirsa, qo'shiq aytibdi deb o'ylab ketdim. Uyi uzoqligi unasiniki ham ketib qolmay ekan. Lekin bitta menusi bor ekanda. Qandoqqa minusda-da? O qalin puliga bitta pochkam sotuvdik-ku, o'sha og'riyapti-da. Qatdan kelyapsiz? Bog'chada. Nima bor edingiz? Qizimizdan olgani. Qizimiz qani? Ko'chada qovun sotyapti, shunga chalg'ib qizni qoldirib kelman. Qovun qani? Bog'chada qolib ketib. Bitta zapravka qo'yaylik-a. Как раз tualetga kirib chiqaman. Ebe, bugun cho'g'i kam bo'ldi-da. Nima qilsam bo'larkan, Qochtiring. Ebe, qoshtiraman hozir sani. Ebe, o bo'g'cha. Shuni shilaman. Yo'qda, sani yo'lingni berkitib, o'qitib tashlashgan qara ranglaring oppoq. Birinchi keyin sportejing bor, to'g'rimi? Ha? Undan keyin mersoling, keyin san yetib oling. Menga yetib olishdi. Nima farqi bor? Laskalon. Sani o'qitib tashlashgan agar qaytarma qilmasak, mashinang yiq olib ketadi. Keyin sandan itam reklama olmaydi. Qaytarma qilib bering. Hozir. Chiroyligini bunaqa merchaga o'tirgan birinchi lo'li bo'ldi. Qaytarma qiling. Qilolman, men odamlarim chaqiryapman, ebe. Qani qo'lingni och. Mana shu merchaga ko'zingni yem. Umuman poylama. Agar poylasang, umuman poylama. Poylasang umuman o'tmaydi duo. Tushundingmi? Hozir zo'r bo'libdi-da bu. Ana bo'libdi. Shunday zo'r bo'libdi. Ebe. Billi ana, böyle ket ana.
Tuf suf, ana bittada yiqildim. Ko'ryapsanmi? Rahmat kattakon. Endi xizmat haqqi. Mana sizga qo'l haqqingiz, rahmat. Be 2000 mi? Ha? Sanga savol, 2000 ni bumaga beradimi? Yo'q, lekin. Nimaga bo'lmasa menga beryapsan 2000 ni? Bilasanmi men qanday bir leliman? Shalo, ofishil leliman. Kimlar menda baxtini o'chirmaydi? Feruz Normatov yerga deb ketibdi. Baxtini ochganim uchun. Shahlo Alijonova degan bloger eshitganmisan? Yo'q, tanimas ekanman. O'zi unaqa taniqli qiz bas. Qarachadan kelgan bir menga o'xshagan bir qiz. Uni ham baxtini maoshda yerga deb ketdi. Voy, meni ham baxtimni ochib bering. Beli tamom, saqqosini to'laysan. Qachon keladi shahzodam? Shoshilma, shoshilgan qiz erga yo'chma. Hozir seni chaqiradi. Zebo, ketdimi? Voy, Umid aka ekan shahzodam. Nima? Meni baxtim ochib ketdi, ana uni. Qo'ldagi pulni sen berding. U mashinani mendan ham pul olgan. Bor, buni ol. Tövbe. Umrimda bunday lift ko'rmaganman. Bir haftaga birgacha kelmasligim kerak. Kamina shalodan ehtiyot beringlar. Qatdan topaman men hozir. Tinchlikmi adasi? Shogird kelmaydigan bo'lib qoldi. Bitta o'zim eplay olmayman. Bitta odamni qatdan topaman. Voy. Ha, tinchlik, mehr ko'zlar bilan qarab. Malades, endi rastvorda ham qol. Mana rastvor. Bor, yana tayyorla. Siz shogird ishlatarmidingiz, qul ishlatarmidingiz? Zebo, qo'y buni, charchading-a. Bor, 13-etajdan teshani olib kel. Bo'ldi, hozir. Bu birinchi etaj, Ha? Teshani olib keldim. Voy, endi bor amirni olib kelchi. Bo'ldi, yo'lda ko'raman o'zi. Mana bir. Amir olib keldingmi? Tak, menga arra kerak. Atverka olib kelchi. Mana atverka. Endi bor rastvorni qora. Umid aka qo'nim ochib ketdi, nimadir yeylik. Lapsha yeymiz. Men butun umr orzu qilgan edim lapsha yeyishni. Shu lapshami? Men buni roltin deb o'ylardim. Bugun xotinim ovqat qilmadi, yeyish oldi. Ol. Umid aka, nima 10 kundan bir telefon ishlatmayapsiz? Bilasan, bizani ish og'ir, qo'ldan tushib sinib ketadi. O'shanga ishlatmayapman. O'shaning uchun ham siz Honor X7 D ishlatishingiz kerak. Suvga chidamli siz ishingizga to'g'ri keladi. Tashavorsangiz simit tepadan qarang. Ishlayapti. Suvda ham, suvda ham bemalol ishlayveradi. Men o'zimga mosini topdim. Bor rastvorni qor. Charchading-a onasi. Sen damingni olib tur, ozgina ishla, keyin ketamiz. Men rastorga oyog'imni tiqiymizdekina ekanman. Zebo, tur, ketdi. Ketdik. Ha? Voy. Qotib qolman. Chiqsi yo'q, men borman u. Ertaga kelaman. Umid aka. Знаешь, я что здесь и губы шепчу, тебя так жду. Niki pijamalarni Feruchidan olganman. Bundan tashqari ulardan skraplar, spreylar, hidi zo'r atirlar, original atirlarni topishingiz mumkin. Men buni Feruz Normatov uchun oldim. Yaqinda fotihalari, shu kun sovg'a qilaman. Bundan tashqari o'zimga shirin hidli skraplar, kremlar. Bundan tashqari o'zimga men bu atir Good Girl originalini zakaz qilib qo'yganman. Bu menda ozgina qolgan. Ko'z qish uchun вообще idealniy hid. Men rosa yaxshi ko'raman shu atirimni. Bundan tashqari qolganlarini ham aralashtirib sevib ulardan bemalol original atirlarni topsanglar bo'ladi. Вот sarpo uchun eng ideal magazin. Blogerlardan ham juda ham ko'pchilik, masalan, Feruz Normatov va Shahlo Alijonovalar ham o'zini